Xo'p do'stlar, 22 ga 23-yil jitilayim bor ekan. Xo'p o'rtoqlar, 22-yil Hyundai Tucson bor ekan, 2 motor. O'rtoqlar, 22 ga 23, birinchi pozitsiya atmosfernik koreyskiy. 2,5. Xo'p akalar, navbatda Kia Seltos 22-yil ekan, beli jemchuk. Xo'p akalar, ikkita Arizo bor ekan, Arizo 6 Pro. Xo'p 23 ga 25. Xo'p do'stlar, Kia Cenis bor ekan, 24-yil. Xo'p akalar, barchaga assalomu alaykum. Samarqand mashina bozorida qiziq bo'lsa, men bu Kia K5, undan tashqari har xil mashina narxlari bilan tanishtirib o'tib ketdik. Videoga like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'yaverasiz o'rtoqlar. Xo'p, barchaga rahmat. Xato va kamchiliklar uchun albatta uzr so'rab qolamiz. Xo'p do'stlar, Kia Cenis bor ekan, 24-yil. 24 yil. Aha, qancha yurdi aka bu? 15 ming yurgan. 15 ming yurgan, kraska toza. Toza. 2 pozitsiya. Ikkinchi pas. İkinci pozitsiyasi o'rtoqlar. Benzindami? Gaz ham bor. Benzinda ekan o'rtoqlar. Iskalik bo'ladi, ikkinchi pozitsiyasi. Bezlik bo'ladi. Ha, salon holat. 15.922 kilometr. Zo'r ko'riklari bor, chiqinlari bor. Orqa tomonlarining ham ko'rinishi. Ustiga yopadigani bor ekan bunaqa. Zapaskasi. Benzinda ekan. Nomerlarni qoldiramiz, aloqa chiqaverasizlar. Narxini qancha qilib beraman dedingiz aka buni? 16 ming deyamiz, kelishtirib beramiz. 16 ming savdosi bor ha. Telefoningiz aka? 90lik, 90lik 655, 655 21 30. 21 30 ga kadar aloqa chiqaverasizlar. Shep, qo'llaningizga. Buni ham qo'yma, buni ham qo'yma. Xo'p, akalar, navbatda Kia Seltos 22-yil ekan, beli jemchuk. Ha, ko'rinishi, holatini. 2 motorlik, nechinchi pozitsiyasi aka bu? Eng oxirgi pozitsiyasi full Aha, variant. full variant. Kraskasi qanday ekan mashina? Toza. Gaz, benzin? Propan, olmish. Propan gazi ham bor ekan mana bu. Salon holati. Ya bismillah. Bismillah. 28 ming yurgan ekan, yurgani ham yaxshi. Mana holati. Xo'p, chihol, polik hamma yog'i bor. O'zingizdagi so'llar egalaridan mana. Tirikchilik emas. Mana orqa tomonlarini ko'rinishi. Shu orqasi 23 dan boshlab o'zgargan, to'g'rimi? Ha, 23 dan boshlab o'zgargan. Aha. Bu koreyskiy variant. Koreyska bu chista. Qancha qilib beramiz? Qancha qilib beramiz dedik buni? Ha, gaz o'rtoqlar. Narxini necha pul qilib beramiz, to'g'ri? 22 ming dollar bo'lsa beramiz oxirgisi. Tochkasi, ha? Tochkasi. Telefoningiz aka? 88 88 067 067 70 05. 70 05 ga akalar aloqa chiqaverasizlar. Muammosi yo'q, oladi buni, to'g'rimi? Bir atmosfer To'g'lar 22 ga 23, birinchi pozitsiya atmosfernik koreyskiy. 2,5 motor ekan. 2 atmosfer. 2 atmosfernik. Aha. 5-pakelikni propan gazlari bilan. Kraskasi qanday ekan? Kraskasi 4 ta balon, zo'r kraskasi. Toza. Xo'p, salon holatini ko'rsatamiz, nomerini olamiz. Narxini bilamiz. 58.727 kilometr yuribdi mashina. Holati. Sizlar mashina olayotganda albatta ko'rib, tekshirib olish esdan chiqmasin. Arkası hem oluyor, bagajlar hem bagaj oluyor, böyle şişasını oluştular. Mana orqa tomonlar. Mana propan gazlari. Qancha qilib beramiz aka buni? 24 yapmam, bozaba ertalab 23 200 qildi bermadi. 23200 gacha chiqdi, ha? Berilmadi. Berilmadi. Telefoningiz aka? 99lik, 99 95lik, 95 353 353 25 90. 25 90 ga do'stlar aloqa chiqaverasizlar aka. Qo'llaringiz bersin, salomat bo'ling. Xo'p, o'rtoqlar, 22-yil Hyundai Tucson bor ekan, 2 motorlik full varianti.
Aka kraskasi qanday edi buni? Toza. Kraskalari toza ekan akalar. Ko'rinish. Bunday tuksonish quvozlariga. Salon holati zo'r. Qatnashkalari bor. Old-orqa tonirovkalar urilgan. Salon holati 64204 kilometr yurtdi. Juda go'zal holat salonni. Ular polni panoramni tom, orqa tomonlarini ko'rinishi, o'rindiqlari ham yetilgan, chizilgan joylari yo'q. Xo'p, bu yoqda Sidney Abagarev, Abduf hamma yog'i bor. Barchalari ham zo'r. Multirol. Orqa tomonlarini ko'rinish. Zapaskasi. Zo'r, niyat qilganlarga nasib qilsin, narxini bilsak. Aka qancha qilib beramiz? 2 so'm. Oyun dina amma yine dinamik mashina. Shep 2 so'mni qancha qilib beramiz? Necha pul qilib beramiz narxini? 27500. Kelishamizmi hozir? Bo'lishi, ha, tochkasi. Nomeringiz aka? 90lik 90 456 Aha, 456 37 38. 38 ga do'stlar aloqa chiqaverasizlar. Bozoringiz bersin aka. Xo'p do'stlar, 22 ga 23-yil jitillayim bor ekan. 2,5 bo'ladi aka jitillaylar motor. Holati. Beli jemchuk. Kraskasi qanday ekan mashina? Toza kraska. Toza. 2,5 motor, gaz, benzin, 2lik. Salon holatini ko'rinishi. O 22870 kilometr yurgan ekan mashina. Holati. Polni panoramni tom. Zo'r. Xo'p, K5 GT Line. Zapaskasi. Benzinda ekan mashina o'rtoqlar. Ko'raverasizlar, qiziq bo'lsa kraskasini toza deyishdi. Yurgani o'ziniki halol. Hop, pulni qancha qilib beramiz buni? Pulini. Kelishtiramiz yana 27 deyapman. 27 ming savdosi bor, to'g'rimi? Bozori qancha so'radi aka? 25,5. 25,5 gacha chiqdi. Telefoningiz to'g'ri? 91lik 91lik 523. 525 Yo'q, 23 523. 91lik 523 96 96 76. 76 ga aloqa chiqaverasizlar o'rtoqlar. Kraskalari toza. Line haydab display hamma yog'i bor. Bu vakilat ikkita Arizo bor ekan. Arizo 6 Pro. Xo'p, 23 ga 25. Kraskalar qanday ekan mashinalar? Bularda kraska yo'q. Krasi ham toza. 4000 23-yil. Nargisichi? Bunisi 12000 yurgan. 12000 yurgan. Pozitsiyalari qanaqa ekan buni? Bu polni full 3-pozitsiyasi. 3-pozitsiya full luklik bo'lar ekan. 1-pozitsiya atmosferniy. Narxlarni qancha qilib beramiz? 16000 ga 15200 qilib beraman. 16000 akalar, unisi 15200. Kelishadigan joyi. Gaz yoki balonlar ham qo'yilgan 25. 25 da propan gaz bor. Bu benzinda. Bu benzinda 4000 yurgan. Aha. Bo'y almasmaydi. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Nomeringiz aka? 90lik 90lik 655 655 21 30. 21 30 ga akalar aloqa chiqaverasizlar. Bitta salonni ham ko'rsatib ketaman o'rtoqlar. Ishqibozlari bo'lsa yuborib qo'yaverasizlar. Mana salon holati. Bardoy svet. Arizo 6 Pro Cherry. Bagaj qo'li bor ekan. 30 partiya zapaska. Hamma yog'i bor. Nargisi atmosferniy motorlik. Propan gazi bor deyishdi o'rtoqlar. Zapaskasi bu yoqda bo'lsa.
Mana gazi. Salon holat o'rtoqlar. Nomerlar qoldirildi, narxlari qo'yib aytilgan emasini olib qochib ko'rasizlar, qiziq bo'lsa o'rtoqlar.